Pachkani mana buni ustiga qo'yishni o'rgataman. Yo pastga qo'yishni. Qaranglar, pachka bor bizda. Hamma yoq xotirjam, shu bo'lgansizlar. Mana. Strelkani ko'rdinglar mana, qirrani. Pastga tushdi. Bu mana bu yerdan yechib ola olmaydi, misol. Bu yerga mana bunday chiqish kerak. Sizlar o'sha bemalol standartga qo'ygansizlar, bu yoqqa yetib kelib oldinglar. Yamada shoshmasdan mana shu turasizlar. O'tirdinglar. Ko'rdinglar? Kallanglar ko'rinmaydi. Bitta tursangiz bo'ldi. O'sha bandda bor. Chiqib keldinglar, misol toza. Bomba qo'yishingiz kerak. Ovoz chiqazmasdan qo'yadigan joy mana shu bo'lajak ekan. Qirra, ko'rdinglar? Mana shunday qo'yamiz. Qirraga to'g'rilab. Mana pastga tushdi. Eshityapsizlarmi yonida? Bundan oldinganida ovoz chiqyapti. Endi ovoz chiqmayapti. Nejni kelamiz. Nejni kelamiz. Nejni kelamiz. Mana shu taslatgan joyimiz. Bo'ldi, mana shunday turasizlar, jigarlar. Ovoz chiqmaydi jigarlar. Tushunasizlarmi? Umuman terrorga kontrgan bomba qo'yilganini bildiradi. Bu ham bitta kakbak. Bu yerga kelib, misol kelgan odam bomba qayoqdaligini bilmay qoladi. Adami birdami, ovoz shunga chiqmaydi. Mana bitta korobkani usti bor, keyin mana korobkani orasiga tiqib yuborish bor. Tushunasizlar, korobkani orasiga tiqib yuborish juda qiyin. Lekin ustiga qo'ysanglar ham orqasidan yechib olish mumkin-da. O'shaning uchun iloji boricha mana masjidga mana eng tegiga mana ikkita pilisi, qirrasini to'g'rilaysizlar. Eng zo'ri masjidga qo'yasizlar, tushunasizlar. Bu yerda ovoz chiqadi. Bu mana bu yerdan yecha olmaydi. Mana bu yerdan. Yechsa ham mana shunday yechish kerak. Bitta narsa bor. Buni minusi pastga tushmasa agar, mana bu yerdan yechib olsa bo'ladi. Keldi, tushunasizlar, mana shunday yechib olib o'tirib yechib olsa bo'ladi. Mana yo'q ko'rmaydi mana. Mana shunday. Mana shundan kelasizlar, endi vaqt turasizlar. Yechishdan oldin mana buni preselga olib mana bunaqa yechib olsanglar bo'ladi. Endi kelasizlar, birinchisini shu oldinglar, keyingisini endi bostirib ikkinchisini o'ynatasizlar. Shunda sizlarni ana eshitilmaydi jigarlar. Qaysi kartada yana qanaqa layihani ko'rgiliga yotib jigarlar. Kommentga kirib yozamiz, podpiska, like etsan chiqmasan, shuncha mehnatga qo'llab-quvvatlab turamiz. Qudrat Xo'jayev akkauntiga obuna knopkasini bosib qo'yamiz jigarlar. Joninglar sog' bo'lsin, aloqadasiz.